Canva sayti bor, dizayn qilishga. Ko'pchilik ishlatadi buni, biladi. Lekin bir xillab bilmas ekan shu saytni. Bilmaganlar uchun chiqazib beraman, obzor qilib beraman. Ozgina nimadirlar ham qilib ko'ramiz, infografikami. Nimadir ishlar xullas, ko'rib chiqamiz ichini. Bunda ko'pchilik rasm tayyorlamaganda uzumga mana shu sayt orqali tayyorlagan. Infografikalarni ham hozir mana shunda tayyorlab kelyapti. Saytning nomi mana shu w.canva.com. Ko'p narsasi pulli bo'lib ketdi buni, tekin emas. Oldin yarmi bo'lsa ham tekin edi. Hozir sal ko'paytirib qo'yibdi. Bir ikkita narsalarni bossa уже pulliga o'tib ketyapti. Pul to'lasa keyin ochib beraman deyapti. O'shanga pul to'lab keyin ishlatsa yaxshiroq bo'ladi. Ko'p narsasi ishlaydi. Главный stranitsasi mana bu yerda. Mana bu yerdan xohlagan narsalarni загрузка qilsanglar bo'ladi, yengitdan boshlasanglar bo'ladi. Bu yerda qilingan proyektlar turadi. Tak shablonlar har xil kerakligini olamiz. Mana shuni qilib yozib olsa bo'ladi, kerak bo'lsa infografika qilib olsa bo'lar ekan bu yoqdan. Infografika uchun tak shabloni biznes uchun shablonlar bor ekan. Yana nimalar bor ekan? Flyer. Mana vash flyer orqali infografika tayyorlab olsa bo'ladi. Kerak bo'lsa mana bu ham infografika yaxshi chiqadi. Shablon olsa bo'ladi deb aytdi. Nimani olsa bo'ladi? Mana shu naushnikni olamizmi? Naushnik yaxshi sotiladi. Bemalol mana o'zgartirish kiritsa bo'ladi bunga. Naushniklarni olib tashlab, narxlarni yozib, kerak bo'lsa xohlagan narsani yozsa bo'ladi. Mayli, keyin ko'rib chiqamiz buni. Hozir biz oldik buni. Boshqacha narsalarni ham ko'rib chiqsak bo'lar ekan. Nimanidir ko'ryotdik biz, chiqib ketib qolar ekan mana shunaqa. Mana sazdat qilsanglar bo'ladi bu yerdan, yengitdan varro ochib. Tak. Canvaga qaytishimiz kerak edi biz. Mana boya tanlaganimiz tushib qoldi. Shablonlarni ko'rib chiqotdik. Mana shunaqa video formatda animatsiyalar tayyorlasak ham bo'ladi. Hozir elektronniy пригласительныйlar chiqib ketgan. Ana o'shalarni ham mashina qilsa bo'ladi. Mana bu ham zo'r ekan. Agar pulli bo'lmasa bu zo'r qilingan ekan. Yo'q, pulli emas ekan. Bemalol o'zgartirsak bo'ladi. Zo'r, mana shuni bemalol o'zimizdan rasmimizdan qo'yamiz deb yoqqa. Kerakli narsalarni yozib tashlaymiz, bo'ldi. Tayyor infografika. Tak, mana ishdan sazdat qo'ramiz. Nechida uzunligi 1080 ga 1440 midi. Sazdat dizayn qilsak, mana tepada yangi varrolarni ochib tashlaveradi. Xo'sh. Boya tanlagan rasmni topib olishimiz kerak bo'ladi biza. Mana proyektga kirar ekanmiz. Proyektga kirib turib shunday bosib olsak o'tib ketish kerak mana. Ana tayyor rasmlarga o'tib ketib qoldi. Tak. Nimani yozamiz?
Supercell bo'lmaydi aytga. Agar qat'iyadir reklama qilayotgan bo'lsak, Supercell deb yozsak bo'ladi. Bu super chegirma degani sell. Bitta super chegirmalar nimadirlar yozish o'zimga sal to'g'ri kelmaydi. Bloklab qo'yishim mumkin bunaqa yozuvlar uchun. Kerak bo'lsa. Tak. Naushnik deylik. Biz просто ko'ryapmiz-ku. Naushnik. Super naushnik. Super ovoz. O'zbekchalabdi endi. Ikkita W ga o'xshab qolibdi. Super ovoz. Super ovoz. Super bass qo'ysakchi. Super bass. Wow. Chotki bo'ldi ya. Mana o'zimizning naushnikimizni olib shundoq qo'yib yuborsak ham bo'ladi, kerak bo'lsa. Uni qanaqa qilamiz? Mana загрузкиdan olamiz, kerak bo'lsa. Shundan загрузить faylni bossak, kerakli narsani tanlab beradi bizga. Tak, bizga hozir naushnik kerak emas. Betliga nima yozsak bo'ladi? Original deylik. Original bo'ladi. Original. Uxti. Original. Yana nima yozsak bo'ladi? Sensor deylik. Sensori bor, короче. Shunda qo'lni tek qilsak o'chib yonadi, короче. Yana nima desak bo'ladi? Tak. Made in Germany. Wow. Ashi bo'ldi. Uchadi endi bu. Uchadigani bo'ldi. Tak, elementlar bormidi? Nimadir elementlar qo'shib yuborsak bo'ladi, mashitki. Tak. No qo'shadigan narsani o'zi yo'q. Nima oq? Naushnikni qo'shib yuborsak bo'ladi, kerak bo'lsa. Короче, xuddi o'shani oq varianti bo'ladi. Agar kerak bo'lsa. Shunaqa joylari ham bor. Bizga kerak emas bu. Yoki-da mana podarkasiga so'g'at qo'shib beriladi. Voy, men bu kopirovat qilib kichkinalashtirib tashladik. Bunaqasi kerak emas edi bizga. Mana bu yerda sekingina so'g'atni ham joylashtirib qo'ysak bo'ladi, ko'rasizlarmi? Podarkasiga-da, как будто. Tak, yana nima bor? Yana bo'ldi. Kerak emas. Qo'shimcha yozuvlar ham yozsanglar bo'ladi, bemalol. Mana shunaqa chiroyli shriftlarda. Bularning hammasi tekin emas, pulli bo'ladi. Любой bittasini tanlasangiz yozilib ketib qolmaydi. Pulini to'lash kerak bo'ladi bunga. Tak, yana nima edi bitta dizaynni o'zgartirsa bo'lardi, rangini. Hozir uni ham ko'rib chiqamiz. Bitta загруз